Lekin hurmatli obunachilar, qaranglar. Bugun jonli efir qildik. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Har xil sifatda, har xil gilomlar yoyib qo'ydik. Juda ham arzon narxda qo'ydik. Faqat jonli efirimiz nimagadir aktiv pasagan hisobiga odamlar 80 ta, 100 ta odam kirdi. 1000, 1500 ta odam kirayotgan joyda qaranglar. Bu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, bizda challenge boshlagan edik. Qisqa muddatga katta chegirma qilib beramiz. O'shuning uchun bu videoda oxirigacha ko'ring. Hozir mana shu turgan hamma gilomlarni nerealli arzon narxda qo'yaman, faqat bir donadan qo'yaman, cheklangan miqdorda qo'yaman. Kim birinchi telefon qilsa, yo bo'lsam kim birinchi xarid qilsa o'sha odamga sotamiz. Hurmatli gilompurushlar deyapman. Qaranglar, tilam ketib qolyapti. Gilompurushlarga vizib tashlab yuboryapman. 3,5 metrga 6 metr bo'lgan gilomimiz bo'ladi. Sifatlari o'ta ham ajoyib. Qalinligini bitta yaqindan olib kelib ko'rsat. Yerlar ko'ryapsizlar, vorsini qalinligini. 1,5 sm bo'ladi gilomning qalinligi. Razmerlari 3,5 metrga 6 metr bo'ladi. Faqat bir donasini shunaqa arzon narxda qo'yib beraman. Achchig'im chiqib qoldi hozir. Faqat bizga obuna bo'lgan va mana shu videoga like bosgan, kommentariyada o'zini samimiy izohlarini yozib qoldirgan mijozlarimiz uchun bu narximiz amal qiladi. Videoda oxirigacha ko'ring. Hamma gilomlarning narxini sana birma-bir qo'yib beraman. Qaranglar. 3,5 metrga 6 metr bo'ladi. Bozorlarda bu gilomimizning narxini 400-450 dollar atrofida sotishyapti. Men sizlar uchun, mana obunachilarim uchun bu gilomning narxini alam qilsin degan narx aksiyamizning nomi alam qilsin. 3,5 ga 6 metr bo'ladi. Ekrandagi nomerga kim birinchi telefon qilsa, o'sha odamga 3,5 ga 6 metr shu turishini 232 dollarga baraka qilib yuboramiz. Faqat soni cheklangan bir dona qo'yganman. Mani obunachilarim uchun shu narx amal qiladi. Hurmatli obunachilar, narxga o'zlaring bitta baho berib qo'yasiz. 3,5 metrga 6 metr narxi atiga 232 dollar. Telefon qilganingizda sotilib ketib qolgan bo'lsa, afsuslanmang, meni kanalimga obuna bo'lib qo'ying, keyingi videolarni kuzatib boring. Buni o'rab oramizda men sizlarga qolganini narxini bitta obzor qilaman. Ketdi. 3,5 metrga 6 metrimizning narxi 232 dollarga qo'yildi. Bo'ldi, buni qo'ydik. Endi qaranglar. Hurmatli obunachilar, taymda turgan gilomga bitta baho berib qo'yasizlar. 100% poliester materialda to'qilgan bo'ladi. Mana materialiga o'zlaring bitta baho berasizlar. Bozorda bu gilomlarimizni ipak gilom deb juda ham qimmat narxlarda sotishyapti-ku. Gilom ham ko'rinsin, faqat meni olaverma. Gilom ham ko'rinsin. Razmerlari 3 metrga 6 metr bo'ladi. Sifatlari o'ta ham go'zal. Bozorda 300 dollar, 350 dollar atrofida sotilyapti bu gilomimiz. Faqat menga obuna bo'lgan mijozlarimiz uchun faqat 2 kun bo'ladi chegirmamiz. 3 va 4 fevral kunlari amal qiladi. Chegaralangan miqdorda. Shuning uchun kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Menga obuna bo'lgan mijozlarga amal qiladi. 3 metrga 6 metr, bozorda 300-350 dollar atrofida sotilyapti. Bu gilomimizni 159 dollarga qo'ydik. 3 metrga 6 metr. Ekrandagi nomerga kim birinchi telefon qilib sotib olsa, o'sha odamga baraka qilamiz. Buni ham o'rab qo'yapmiz. 3 metrga 6 metrimiz narxi atiga 159 dollarga qo'yildi. Teng yarim narxlarga qo'yapmiz. Vodiy bo'ylab, kerak bo'lsa butun O'zbekiston bo'ylab eng arzon narxlarda realniy narxini aytib sotadigan kanal bu Ma'murjon Ergashev kanali. 3,5 ga 5 metr razmerda ro'zg'orbob yaxshi sifatli gilom so'ragan mijozlarimiz uchun sifatini yaqindan bitta olib kelib ko'rsatgan. Mana popiylari bor. Mexlarni ko'ryapsizlar, taramlari ham bir tarafga. Sifatlari ham juda ham ajoyib. Bu gilomimizni bozorda eng kami 170 dollardan 250 dollargacha sotilyapti. O'lchamlari 3,5 metrga 5 metr bo'ladi. Mana shu videodan ko'rib, mana shu challenge videomizdan ko'rib, birinchi telefon qilgan odamga sotamiz, baraka qilamiz. Qo'ldan kelgancha O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatini qilib beramiz. Narxini bitta taxmin qilib yozinglar, jigarlar. Narxini nech pulda o'ylaysizlar? Bozorda eng kami 200-170 dollar atrofida sotilyapti. Mana shu videodan ko'rgan mijozlarimiz uchun atiga 3-4 fevral kunlari aksiyamiz amal qiladi. 129 dollar. 3,5 metrga 5 metr razmerdagi gilomimiz. Gilomga o'zlaring bitta baho berib qo'yasizlar, jigarlar. Endi eksklyuziv. Ashadda turgan men senga hozir ko'rsataman. 3 metrga 6 metr. Eng shedevrini har doim oxiriga olib qo'yaman. Tayyor turinglar, narxlarni eshitib faqat yig'lab yormanglar, jigarlar.
Faqat bir dona qo'yyapmiz, faqat cheklangan miqdorda qo'yyapmiz. Menga obuna bo'lgan mijozlarimiz uchun amal qiladi bular. Razmerlari 3 metrga 6 metr bo'ladi. Gilamni sifatini ko'rib, o'zlaring bitta baho berib qo'yasizlar. Yaqindan olib qaranglar. Jigarlar mana shu joyda pauza qilasiz. Gilomimizni mash turishi necha kiloligini bitta taxmin qilib yozing. 3 metrga 6 metr. Taxmin qildingizmi jigar? Necha kilo deb o'ylaysiz? 15 kilo, 20 kilo, 25 kilo. Bu gilomizni mash turishi 45 kilo bo'ladi. Gilomni qalinligiga o'zlaring bitta baho berib qo'yasizlar. Yaqindan olib kelin, bitta ko'rsataylik sifatini. Mana gilomni qalinligi 1,5 sm bo'ladi. Vorslari juda ham sifatli, zichliklariga ham o'zlaring baho berib qo'yasizlar. Mana ko'jalarini ham ko'rishlaring mumkin. Bu gilomimiz bozorda 400-450 dollar atrofida sotilyapti. Faqat 2 kunlik challenge'imizda kim birinchi telefon qilsa o'sha odamga baraka qilamiz. Narxini bitta taxmin qilinglar. Necha pul deb o'ylaysizlar? Atiga 198 dollar. Faqat Ma'murjon Ergashev YouTube kanalida bo'ladi bunaqa narxlar. Gilomlar narxlarini obzor qilib o'tdim. Narxlar faqat bizga obuna bo'lgan va mana shu videoga like bosgan, kommentariyada o'zini samimiy izohlarini yozib qoldirgan mijozlarimiz uchun amal qiladi. Shunaqa gaplar. Jigarlar, jonlilar sog' bo'lsin. Kimga nasib qilgan bo'lsa ham let's go. Telefon qilaverasizlar. Bo'ldi, o'chir.